kelinglar. Bir ovoz sablab qo'yasizlar. Undan so'ng bizni mana bu yerda go'zal qizimiz Diyoraxonni hali quloqlarimiz eshitmagan qo'shiqlarni tayyorlab turishibdi. Ularning qo'shiqlaridan marhamat bo'lamiz. Qani marhamat Bahor opamizni sinfdoshlar nomidan Marjon opamiz borlar. Marjon opa, hojona shu yerdamisiz? Keling sizlar, marhamat. Haydar akamiz sinfdoshlari gapirdi. Barnom sinfdoshlari yo'qmi mabodo to'yxonada? Esanglar opa keling. Tog'alar qani tog'alar? Hakimjon, akalar qani? Rashid, Majid. Tog'alar. Abdu akamizning nomidan gapirasiz. Abdu akamiz sog'ayib ketsin. Shodigul akam bilan yuzga kirsin. Marjon opa keling. Esanglar opa kelinglar. Albatta, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar, mehmonlar. Mana shu bugun mana shu to'yxonaga yig'ilgan ekanmiz. Bu meni Bahor dugonam. 30 yildan beri endi topishdik. Bir-birimizni telefon nomerimiz orqali juda xursand bo'ldik. Mana endi borib kelish qilyapmiz. Mana to'yga aytgan ekan, kech bo'lsa ham yetib keldik. Men bu dugonamga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, mana shu nevaralarini, bolalarini kamolini ko'rishlikni Allohdan so'rayman. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlikda ko'rishaylik. Yoshlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelasi yil mana shu joylarda shu bolalarni, farzandlarini to'yida, aqiqalarida uchrashaylik. Faqat yaxshi kunlarga kelaylik, Bahorjon. Sen o'zing ham uzoq umr ko'rgin. Qo'shqaring bilan qo'sha qari, Haydar aka bilan sog'lik, salomatlik bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar hammalaringga, xush kelibsizlar hammalaringga boshagam. Mana bugun men uyimda katta to'y tomosha. Meni eng baxtli kuni bosh nevaram, meni momo qilgan nevaramni to'yi. Men juda bugun baxtliman. Bularga men baxt, salomatlik, tinchlik tilayman. Ilohim nevara kelinim bilan nevaram qo'sha qarishsin, baxtli, uvali, juvali bo'lsin. Ilohim yana kelish paytlarda hammalaringni beshi to'ylarimga kelishlaringni tilayman. Hammalaringga shunaqa kunlar tilayman. To'y ko'rmaganlar to'y ko'rsin. Mana bugun meni oshnam, sinfdosh o'rtog'im, birga katta bo'lgan dugonam, jigarim kelgan. Men juda ham baxtliman. Biz bu bilan endi mana 70 ga kirdik. 70 yildan beri nimamiz 40 yil ko'rmabmiz. Mana 30 yildan keyin yana ko'rishdik. Ilohim tinchlik, salomatlik bo'lsin. Dugonamning uyida ham hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi nevara kelinlar olsin. Pocham bilan qo'sha qarib bolalarni boshiga cho'pon bo'lib yursin. Biz ham buni faqat yaxshi kunlariga boraylik. Joning omon bo'lsin, Marjonjon, qo'shiq qarib yurgin. Assalomu alaykum. Mana shu yerga kelgan do'stlar. Nima demoqchiman? Opajon, nabira kelingiz muborak bo'lsin. Singiljon kelin muborak. Senga qiz o'rinda qiz bo'lsin. Hayoting bundan ham yaxshi bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Endi shunaqa to'ylarda aqiqa to'ylar qilgin. Mana shu to'ylar hammaga nasib qilsin. Opajon, keliningiz muborak bo'lsin. Sizlar qatori Abdushukurga ham baxtlayman. Uni ham xizmat etadi. U ham bir xizmat qilyapti. Joni og'rimasin. Sog' salomat bo'lsin. Rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat rais Baroisxon. Assalomu alaykum do'stoni mehribon, mehmonlar giromi. Xush omaded به توی امریکا Haydar. من میخواهم این دو نوجوان برای به مانند ارچی ماجر هم وقت سرسبز و به مانند چشمه های ماجر هم وقت زلال باشند. رئیس بابا خیلی گفتن سر فرزند و سر رزق و سر وای شوند. برای همون رحمت برای سخن. رحمت شما سلامت باشه. تاقا جان مایلش گپ شما با. Assalomu alaykum, uzoq yoqdan kelgan mehmonlar. Men
o'z nomimdan, oilam nomidan shu 2 yoshga baxt tilayman. Uzoq umr, ser farzand bo'lsin. Umri daroz, rizqi faroz. Ana o'rasa aytmoqchi. Никто не знает наперед, кого судьба и кем сведет. Но легко подняться с грязи в князи. Князь не вечен, вечная грязь. Bizlar guvohmiz. Men shu 2 yoshga baxt tilayman. Shu yerda o'tirgan yig'ilganlar hammasiga tan sog'lik, dehqonchilikning barakasini bersin. Eng yomon kunlaring kim bo'lsa ham shunaqa yaxshi kunlarda hammasi xursandchilik o'tsin. Rais bobo, mana bu Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Rossiya xalq artisti. Hozir bu kishi shunaqa nima любой nimani Afg'oniston, Ahmad Zoirni ham urib beradi. Tamada to'z berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Hakimjon Ali kinoda aytadi-yu, Rahim aka. Tanimadim, Knyazlardanmisan deydi-yu. Salomat bo'linglar. Endi raqsga tushamiz. Rahmonjon, Hakimjon, o'g'li opa, Hojiona ketdik. Diyoraxon, marhamat. Qizimiz. Ana, xonasi. Yolunda avaylashlar, shirin sizni aldashlar, labimizcha arkadaşlar, o'zingizga o'rgatishlar. Ish yo'lida avaylashlar, shirin sizni aldashlar, labimizcha arkadaşlar, o'zingizga o'rgatishlar. Mazlum, deysiz jon olasiz, shu turishda siz meni yuragimda qolasiz. Mazlum, jim, deysiz jon olasiz, shu turishda siz meni yuragimda
Oilachilarga, siyosatchilarga, xonandalarga, qo'shiq mashhurlarga hammasiga rahmat deb qolamiz. Hozir sal o'tirib olamiz, joylashib olamiz. Ajoyib to'y, tantana. Bu hali emas hammasi deyishadi-yu, hali hammasi emas ekan bu. Iskandarjon yana bir bor to'ylari muborak. Muhtaram do'stlar, albatta bugungi to'yimiz mana kunduzgi seansi o'tyapti. Aynan mana shu Malika koshonasida kechga yana bazm bor ekan. Soat millari 13 ga peshinga qarab ketyapti. Oq ko'ylak qora shimda uchashuv bor peshinda deyishadi-yu. Uni reperlar aytgan ekan. Endi biz uni zamonasiga albatta mana hoji bobolarimiz peshinga shoshyapti. Shu uchun bularni duolarini olib, keyin kelin-kuyovlarga ruxsat bersak, Safar aka, bu kunga yetgan bor, yetmagan bor. Oltin olmay duo olgin, duo oltin emasmi deyishadi. Endi hozirgi yoshlar ham oltinni olishadi, ham orqasidan duosini ota duo qilib qo'ying deyishadi. Kelinglar, yomg'ir bilan yer ko'karsa, duo bilan el ko'karadi deyishadi. Hoji bobo marhamat. Mana Haydarjon to'y juda chiroyli o'tdi. Mana san'atkorlarimizga ham mingdan ming rahmat. Mana shuncha yerdan kelib, Qozog'istondan kelib xizmat qilib beryapti. Sizlarga kattadan katta rahmat Abdushukurjon. Ilohim san'atingga yana san'at qo'shilsin. Mana shu to'ylarda xizmat qilib charchamagin ilohim. Mana Haydarjon, Bahorjon, mana sizlarning to'ylaringiz mana ajoyib o'tdi. Ilohim mana shu 2 yosh baxtli, saodatli bo'lsin. Kelajakda bular bir ajoyib farzandlar yetishtirsin. Zamonamizning eng ajoyib oilalardan biri bo'lishini tilab qolardim. Ilohim, mana shu hamma kelgan oilalar mana shunaqa to'ylar ko'rsin. Hammalaringga to'ylar nasib qilsin. Bizlar borib mana shu duo qilib, biz ham sizlar qatoriga o'tiraylik. Ilohim, yurtimiz tinch bo'lsin avvalambor. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Dasturxonimiz hamisha mana shunaqa to'kin sochi bilan to'lib tursin. Topgan tutganlarimiz faqat mana shunaqa yaxshi kunlarga buyursin. Kelasi yili mana shu beshik to'yida yana qatnashib o'tirishga hammamizga nasib qilsin. Ilohim amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Mana shu yoshlar baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, eliga, yurtiga, ota-onasiga yaxshi xizmat qiladigan farzandlar ato qilsin. Hammamizni to'ylaringizga kelganingizga rahmat. Amin bo'ling. Allohu akbar. Rahmat bo'ling. Haydarjon o'ziga avvalambor shunday qimmatli vaqtlaringni ayamasdan kelganlaring uchun ming rahmat sizlarga. Hammalaringni va shu kelgan insonlarning hammasining niyatlari amalga oshsin. Mana shu navaram Samandarjon baxtli bo'lishsin. Mana shu aytilgan
yaxshi niyatlarga men qo'shilaman. Iloyim dasturxoning hamma vaqt mana shu to'ylarda ochiq bo'lsin-da. Hammalaringning niyatlaring amalga oshsin. Mana shu ukamiz hammalaring to'ylaringda xizmatda bo'lsin. Amin. Tan sahatlik, xotirjamlik. Baxt, saodat, mana shu umr boqiylik. Yoshlar baxtli, saodatli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Rahmat. Haydar aka, bu kishi juda ham chiroyli duo qildilar, hoji otamiz. Ayniqsa Safar akamiz jimjitlik romanidan ozgina bir parcha qo'yib berdi. Rahmat sizga. Haydar aka, Bahor opamiz bilan qo'sha qaring. Albatta mana bahor oyi kirib kelyapti, Ramazon oyi kelyapti. Bahor opa keling. Mana bu kishi yaxshi duo qildilar. Yo, tugatmayapmiz. Hoji bobomiz peshinga shoshyapti ekan, bitta duo qildik, hozir chiqib yana davom ettiramiz. Rahmat. Demak do'stlar, yana bir bor Haydar akamizga, Bahor opamizga, Qo'rg'onovlar, yangi qudalar, buyog'i Toshqulovlar, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistondan kelgan mehmonlarga, hammanglarga shunaqa to'y nasib qilsin. Iskandarjon Barno bilan qo'sha qarib, nevara, chevaralarning rohatini ko'ringlar. To'ylar qilinglar, kelib xizmat qilaylik. Yana yillar Quda tomon beshik olib kelsin. Haydar poshamiz yana qo'ng'iroq tursin. Abshukurjon bu yog'i yana to'y deb. Rahmat. Demak, to'ylar muborak. Marhamat. Ustoz, menimcha bu yoqda yurakka yaqin insonlar qoldi. Ana endi oilaviy raqsga chorlab qolamiz. Barchani marhamat, davom etamiz.
kishi damat bo'lmas asalim qandas to'y 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 shabab to'yon muborak shabab asbaroyi damojo arus muborak shabab to'y 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 shabab to'yon muborak shabab asbaroyi damojo kelin muborak shabab
sog' bo'linglar. Ey rahmat, salomat bo'linglar. Fatima Zuhralarga, Hasan Husanlarga alohida rahmat. Rahmat egizaklarga. Demak, kuyov to'ra to'yxonani administratsiyasidan qo'ng'iroq tushyapti. Soat millari 13:00 dan o'tib qoldi. Chunki 16:00 da mana shu yerda osh tarqatilar ekan. Albatta to'yniga bo'lsa kerak. O'ylaymanki, bugungi to'yimiz yaxshi o'tdi. Albatta kelin bilan kuyovlar bu yoqqa baxtli, saodatli yashashga harakat qilasizlar. Sizdan harakat, Allohdan barakot deyishadi. Marhamat, akosh sakoshlardan to'ylar muborak bilan kelin kuyovlarini go'shangaga, chimildiqlarga kuzatib qo'yamiz. Hammanglarga ko'rgandan ko'rishguncha to'yda urishash deb xayrlashamiz. Salomat bo'lasizlar.
Diyor qani? Diyor. Ana qadamiz ha?